Assalomu alaykum jigarlar. Xudo xolasa Tursunbeyni sochini mana oldik. Xudoga shukr, mana chiroyli bola bo'lib qoldi bu bola ham. Xullas puli bor ekan bu bolani. Mana nech pul bu pul? Endi ko'ngildan Ko'ngildan chiqarib, ha? O'zgarganiga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu bizga bitta qo'shiq aytib beradi endi. Qaysi qo'shiqni aytamiz? Eng zo'ri. endi muxlislarga yoqsa bo'ldi, aytib beramiz biz. O pulni menga berasizmi? Yo sizda berish yo'qmi? Yo'q. Bormi? Rozi bo'lib berasizmi ish qilib? Saningchi nech pul ekan? Uni 16 ming ekan. Короче, sizga hozir ish topib bersam qilasiz, ish. Har kunlik ish bor. Ish bo'lsa qilaveramiz, lekin Moskvada ketaman Moskvaga. Bo'ldi. Xo'p, ish ashi Rossiyaga borguncha bu bolani ish bilan ta'minlaymiz, xudo xolasa. Bunaqa 20-30 ming bilan bo'lmaydi. Bir kamida 200-300 ming pul topish kerak. Shavkat aka degan akam bor, Kaloduscha, ashi bola, ashi akam bilan gaplashtirib qo'yaman, xudo xolasa har kuni ishlaydi. Ishlaysiz, va'da berasizmi ishlashga? Albatta. Ha? Ketgunizcha. Konkret ish bor lekin, mehnat qilasiz, qattiq. Qonni qaynatasiz, bilaydi ishirasiz. Bu bolani ish bilan ta'minlaymiz, zo'r qo'shiqlar aytadi. Bu pul o'zida qolaversin, u menga yetmaydi. U katta pul kerak-da menga. Siz hech kim katta pulga soch olaman. Bo'pti, akalar qo'llab turasizlar, bu bola ish bilan ta'minlaymiz. Har kuni ishlashga va'da beramiz. Qo'shiqlarni zo'rlarini kayfiyat uchun sizlar uchun aytib beradi, xudo xolasa. Bosib qo'llab turamiz. Davay, ayt.